Men ticaretten mağlup oldum ağine. Ya adaş, mağlubiyetinin mengu muvaffiyet kazanmaydıqanlığını dereklemeydi. Sen pazar ilgili qaytıdın atlan. Aha. Ondaqda özü asan, desmayı ketmeydiğen, mening baldırak namım çıkıp şarap kazanıgan zaten qandaq iş var. Şair yazıcılıktan bir kıpıl şiir qanchalik qalama qo'ydi? Bir kıpıl şiirga Tarim jurnali 5 koy, Şinjan yaşları 4 koy, Şinjan osmanlıları 3 koy, Qashqar gazeti 2 koy, Yakan gazeti 1 koy, radyo stansiyasi 5 mo'lcham berdi. Hocam. Bir kıpıl şiir qanchalik vaqtingizni bog'lovdi? İlham kelganda 5 minut bo'lmasa 5 yilda. Voyjon, bo'ldi adash, bo'ldi. Voy, bu shoir yozuvchi yo'qmi? Yomon tashkan. Ag'ina? Menga ay foydasi eng ko'p. Men bu aqdigan bir Yunan tijoratini ko'rsatgan adash. Anda bo'lsa puli sizga eng yaxshi kasb, birisi ayollarni challash, yana birisi golni challash. Yo'q, ag'ina. Ayollarni challayman deb shu yerda mushti yig'ilma abdan. Yo'q, adash. Ayollarni challash deganim pulni erlar topadi, lekin ayollar hajlaydi. Shundan ayollarga lozimatli savdo bilan shug'ullansang, ko'p pul topa olaysan. Golni challash deganim yemak-ichmak kasbi bilan shug'ullansang foydasi jiq. Yana ushbuchoq kasbi bilan shug'ullansang. Nima? Ushbuchoq? Kaydo yemak-ichmak kasbini, qaychab tikishlik kasbini, istira satrash kasbini ko'rsatdi. Shundan yuqorida men degan kasblarga shug'ullansang, menga oqidi. Biroq menda do'kon ochqidek sarmoya bo'lmasa, hey adash, dunyodagi dangliq boylarning ko'pincha quruq qo'l yoki ozg'ini sarmoya bilan tijorat boshlab bag'onsir beg'am. Yo'q adash. Men pulni o'ylab kelib, o'sha so'latim bilan oshpazlik, satrash qilib yursam menga sat emasmi adash? Hey adash, halol ishlab pul topadigan har qanday ishni emas. Yo'q adash. Endi keldim adash. Asta bir-birlab aldirmay qilamiz. Adash, menda asta aldirmay deb tursanglar, fursat qo'ldan ketadi. Bozor chaqqanda Andaqda men bozor igiligiga tuzak atını üstü zadı qanday qilsam bular? Sen aldulan yeziga chiqib, kanitda ishlayotgan fan texnik kursga qatnash. Voy, adash, men ilgari u turistni to'liq o'qib savat qilib boqa adash. Agacha turist shu balda o'qidakmi? Ama, mash, mish, mush, mash, 1 2 3 4 5 ni o'gitash u. Adash, hozir kurusturag'o bir moyadan bir tonna oshliq qilish texnikasi, bir moyadan 100 kilogram sappoq qilish texnikasi. Ma hariki fikirdan panayga taxta atonomazadni afaqtash texnikasi, madakdan pechini, ishtimizdan tangshini, inakni o'kisib, makanni xurasini nasllantirish, tunikini halyalta paqirtish, ma ovoz chiqargan istiqsol paqirtish texnikasi. Bo'ldi adash, bo'ldi. Bek bilitgansa. Agar sizlar fan texnika orqali bozorga atlanmay, yurtqa mal yo'qib, yo'l tijorat qilaman deb qasanglar, e'lon tashviqotga ahamiyat berishingiz kerak. Qo'ya adash, shu e'lon tashviqotni. Bu radio, televiziya, gazetlarda pul bersalar, ba'zi nochor, soxta, nada haq olmay biz qolgan narsalarni bak e'lon qilib, oshpaz narsalarni inoyatiga ta'sir etkazadi. Qanaqanda? Mana bunda. Şirketimiz ishlab chiqargan Pigeon markali to'nglatqini sotib olsangiz, 1 oy so'g'oq saqlig'ili, 1 oydan keyin qiziq saqlig'ili, 2 oydan keyin kiraksiz najkirak ambira qilib bo'ladi. 6 oydan keyin akasingiz qo'lni to'mirchasak hisobini sotib olamiz. Doğru şirketimiz yakında âli derecelik piş markalı kışkak doğrusu ekeldirdi. Bu doğrunun sani çeklik. Kötürep yürüyüşke ertip bulup, kışkan aman muşu doğrunun sürtüşünü başlasanız, andın mədəkdə kaçırsanız kışkak fərsiydi. Şirketimiz Astayak markalı âli derecelik ilgiz başlığına toplayını, top ve parti satıdı. Toplayının rəxti kiliyonka, parpur, kemi kotonlu karton, paşnisi kozuksun alaydı yasalgan, mayla şarjesi, tüpürük bilen sürtüdüğün bulup, her günü yığılap turuşka əplik. Buzolsun şirketimiz yani bir pay şirketiş niyetik aladı o. Obdan digalıtken? Mana mundaq manla anlagan, altın alsam ca çıktı, qaçıq alsam sağ çıktı degen şu da. Şunda. Yani bəzdə mal yotkab tetishda ushurga ahamiyat vermay, oqsug'i guruch, qarishagi biliq, turpangi uzum, yakangi paxta badam, xotanga atlas gilam, Qashqarga anjir ana, Oltoyga at, Shizonga qotas, Ko'rlig'i nashbit, Shixanziga shikar apirib ziyonga sotib, yoki sotamay qaqshab qaytmoqda. Şoňa yo'l tijoratida iqtisodiy ushurga alohida diqqat qilish kerak ekanda, adash. Yani bəzdə özü satmoqchi bo'lgan malning bahosini dasturida mo'ljallayolmay, bozorga akirib baqaysana deb mangadi da, oyig'ida ziyonga o'zi qoladi. Kira qota! Yarın bämigän toyga men soymay barayman. Yani yoldaş! Oy işek! Meni chaqirlima? Nagasan? Kira qota. Ha, işe qancha pul?
o'zi ishini qilib ko'rib chaqlab bersa eshakni avval mana shu buni yashqimga tahabot qanday adam bu ey mening ishimni baqmaylar men eshakka mantaqa bayatinsinni voy akayo voy adam voy adash desam anglamay voy eshak desam anglab to'xtaganlikqa qarab shunga ha eshak qancha pul Raskatdan paskalisi o'tgan shamima tag'achi bozoridan 700 ko'y olgan ozoq non tashladim aka eshaklarga ochib 500 ko'ylan beray akasa qo'llarini attigani dasab tozini yanimizda akasa voy yo'lda bunda degani qarag'anda bozorga kelsa hamma pulga taqsaydi kam bo'la eshakning uchliga bilma taqa yashishimigan hozir tuxumgan peyni bo'lmagan tahaddusa bor bu tahadaylar minib kelyaptilar minma yana shay ko'tarib kelsa bo'ladi shuni eshak amakanlar xita qo'tar baq 50 ko'y qo'shay anang bozor dadam bozor shu bozor satay xiya qo'tar baq 5 ko'y qo'shay ham bo'g'ay voy makasa ma pul sanmas ma degan yerlar keldi makasa pul sanmas xiya qo'tar makasa manda qillar 5 mo'chan qo'shay xita o mal tanımaydigan qo'ta qanday adam bor mana shunday adash oxiri o'ydim eshakni bozorga kirib 200 ko'y 500 ko'y deganligiga atdigan yo'lda 555 ko'y 5 mo'changa bermagan deb xeridorni qochirib turib sotolmay yana bir atda kirib 200 ko'y zinaga sotganga astag'firullah demak o'zing menning bahasi damchi emasda og'ina Mana shu bir aqli 2-3 yoshli pay topadigan bir bozorda aqadigan ish ko'rsatgan adash. Anda bo'lsa paykut. Qishqacha qor yoqqan tut. Qanday paykutma? Denchang to'kamaganni shamsat. Kesal tarqaganda kesallik xamsat. Yomg'ir yoqqanda yamoqchilik qil. 11-da tumoqchilik qil. Tunak oqshimi quymoqchilik qil. 12-da ko'mirchilik qil. 3-da to'mirchilik qil. Ayollar bayrami zerimunjaqsat, ballar bayrami tapanchi qo'ysa. Bo'ldi. Ag'ina? Rahmat. Bu ba'zi odamlar malları satılmay besip qoladi ekan. Buningdagi sabab yuqoridagi paytlarni ketkizayotganlikdanmi? Buningdagi sabab ko'p. Birisi sifatsiz mallarni bozorga. Masalan, bozorga to'g'anoqlagman, tunuq ketman, shaltoq uruk, do'noy turuk, maymoq o'tib, cho'qatmoq ko'tib, to'ng'oq javan, rodaslagan sumg'oq qozonsiz tomon chiqtoq. Voy. Yana ba'zi ammas, mata zola sata tijoratchilar bor ekan. Qani masalan, bir qism tijoratchilar borki, xaridorlar malni qo'lga olib bo'lib, somkaga sapulab bahosini so'raydida, keyin pulisi ig'ir kirib olmay qaytirib bermoqchi bo'ldi. Shundan o tijoratchining ochiq kirib, hali xaridordan pullashni boshlaydi. O qo'yaqchi. O ko'p. Jigaram mutahan. Ko'p qizil oldi. O sapsapchi. Qo'pul qalanda. Ularni bulaylik sizning to'ladi. Yürü. Voy adam bu. Nima shunda adash? Sodada aldamchilarga aldin qolmaydisangiz, avval malning bahosini tutishib, ondan savdo qilib. Shunda bozorda xaridorlarni o'zlariga qarataman deydi ekanmiz. Sodada ochiq yo'q bo'lib, xaridorlarning turqi qarab kim ekanligini farq qilishimiz kerak. Masalan, katta xaridor kashfi, bozor chaqanning, hamma uni pul taqanning, do'kon degani bu yerda vaqirab ochqash kirmaydi. Unda katta satrashib qachqash kirmaydi. Ammo ko'rsam, ishtir cho'qildiq, chaqal bir. Oy, kelsa saqalini olib o'tirsa, o'tirsa. Yana ikkindikin aldiraman debdim. Maqalasa, muarrif degan ichki bir saqal bir yasitib kerak deb men deb qo'yay. Oy, sizlar mening muarrif ekanligimni qanday bildi? Oy, mana o'zining xushxuy kulishini, men kimgachaklarini chaqir emas, ratiki ichini qarab bildim. Mana, sizlar bir odamning turqi qarab kim ekanligini bilalammi? Albatta. Halkıp tumak yoki badamda pikaygan simi shoqbur kishi bo'lsa, u cho'qim sekretar yoki dadugan. Ma solbarmaqlik yuzda kimgichaklar tuzuk bo'lsa, u cho'qim sodigan yoki lodan. Ma bola chiqmagan tuzurma oqfog'ini kiygan, qo'lda so'm tutib olgan shilabli kishi bo'lsa, u cho'qim g'ongshi kaparatning jinglisi yoki ma ashliq bo'lgan zenjinga, hech olmagan bo'lsa, yuzdoqdan yenjinga. Bu xaram tepan xaramshab kiygan bo'lsa, yo shopir ya rimnicha. Pullar kelib qasqashab kiygan bo'lsa, sojang o'ziga o'xshash bo'lsa, sojang agar siz degandek chiqmay qolsa asasan to'g'ri chiqdi. Ammo shojang deganim balki o'qituvchisi, shopir deganim remontchida, lobar deganim nimkado, qodir deganim dulkado, shongjang deganim chongjangda, ustam deganim changjangda. Umuman ularni o'zi yuqori ataqaligimga yoki bo'lmasa boshqa ishkanligini bilganligim qarab, ko'ngli velida echiladi-da, menga chachaqamni yasatmay ketmaydi o'tarsa, shojang o'tarsa. To'g'ri. Men aslida saqalimni bugun oldirmoqchi emasdim. Men bir oddiy o'qituvchi bo'lsam-mu, sizning meni shojang deb ataqaligimga ko'nglim velida echiladi. Saqalimni oldirguncha qoldi. O'tarsa shojang o'tarsa
olsa. Belki yaşırıp kalır gap kalgandı. Mana shunday qada. Xalqimizda bo'lmasang illiq chiroy ochmagan do'kon saroy degan maqoli bor. Shunda. Tegarakchining tili sho'r bo'lsa, yo'li tor bo'ladi ekan. To'g'ri. Lekin og'ina hozir bozorni qo'yib atgandan pul paxolligiga kirib chiqib, bir qism kishilar mol bahosini qolgancha o'stirib Shunda. Şuna hazır bazarda bəldə açsın say qimmat. Petingiden hay qimmat, eshak azan to'qim qimmat, go'shtdan tuxum qimmat, raq azan simka qimmat, yog'ochidan dulka qimmat, pishqishdan kesak qimmat, otdan eshak qimmat, choy azan xola qimmat, meshdan shola qimmat, kaptadan boshqa qimmat, pulpa azan ochiq qimmat, chigiz azan bo'ri qimmat, uruk azan g'o'ri qimmat. To'g'ri. Umuman bozor egiligida to'xtalg'usiz olg'i ilgirlaymiz deydiganmiz. Atkas mal savdosi bilan shug'ullanmay, metr taroza kamchini o'lchamli qilib, halliq saviyaga yetish uchun bozor egiligiga siz otlaydi. To'g'ri. Bozor chaqqanim, shundaqmi? Halol pul topqanim. Ming rahmat.